100-qishloq. Endi esa men bu mashinani bu yerga yashirib qo'yishim kerak. Dinursan, mamcha aniq orqamdan politsiyalik uchun ishga tushgan. Sababi men bu mashinani juda ham bitta taniqli Milandada o'g'irladim. Endi esa buni bir qishloqqa olib yashirishim kerak. Uni qolsa o'tirang. Voy, palakat aqrishing mana bu tarafda-ku. Uni qolsa o'tiramiz va bu mashinani yashirib qo'yishim kerak. Biratan turing. Qanaqa yorug'lik tushunmadim, sen kimsan? Orqamdan yurtasiz, bo'lmasa ot tashlayman. Bo'ldi, brat. Yurtasiz. Bo'ldi, bo'lyapman. Lekin agarda qalb sarit qiladigan bo'lsa, ot tashlayman. Bo'ldi. Qani yuring, nima o'zi? Xullas kelam bu yoqqa. Xo'p, mashinami? Mashina xullas kelam senga bitta ish bor. Qanaqa? Lekin men ish qilmayman. Hozir bo'lsa ish qilmayman. O'lishda olaysanmi? Yo'q, bo'ldi. Xullas kelam mana bu mashinani sen bitta yashirasan. Bo'ldi, bratan, qurolni tushirib qo'ysangiz bo'ladi, mayli. Nima ish qilsangiz mayli, qilaman. Xullas kelam mayli. Mana bu mashinani hozir biriga olib yashirasan, tushundingmi? Agarda kimdir topib qo'yadigan bo'lsa, seni boshlaringni yo'raman. Tushunmadim, normallik gaplashaylik. Nima? Normallik gaplashaylik. Bo'ldi. Xullas kelam shu mashinani yashirib qo'yasam, o'zi nima bo'lyapti? Ertaga tushuntirib beraman masni. Bo'ldi, mayli. Palakat. Kunim shunaqa narsaga qo'lum deya aytgancha yo'q. Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan yana mana shu Grifmanning videorolimga xush kelibsiz bolalar. Nima deydi? Hozir bitta bratanga olib mashinamni yashirasan deydi. Mayli bola, hozir yashirib qo'yaylik. Sababi o'ldiraman deyapti bola. O'shancha kelinglar, hozir biriga o'rib yashiramiz buni. Lekin bilmadim bola, buni qayerga yoshiraman. Shunda tushunib belgilayapti bor. Ana yo'q qo'yaylik. Yo'q bola, o'chirib qo'ygan yaxshi. Sababi agarda hozir bilib qolishlari mumkin bu yerda odam borligini. Hozirdan shotga yo'q. O'sib, lekin buni ertaga tozalayman. Mayli, uni qolsa endi buni olib yashirishim kerak. U Jiguli ekan bola. Yo'q, vazni bu Jigulimi bilmadim. Xullas bola, mashinani o'zida men qizig'i yo'q. Buni biriga olib yashirishim kerak. Buni pakelo bo'lsamgina, sababi juda ham qorong'u, istagam qorong'u bo'ladi hamma yoq. Mayli bola, hozir bir amallaymiz. Tak mana bu menimcha svet yonsa kerak buni. Hozir yo'q bo'lishi qanim. Svet yonar ekan, lekin bola bu yorug'likka ta'sir qilmayapti. Yo'q, mayli bola. Hozir mana bu yerga olib borib, o'rmonga olib yashiramiz. O'rmonni sal ichiga olib yashirib qo'yishimiz kerak. O'rmonning ichiga borib, barglar bilan atrofni o'rab qo'ysa bo'ladi. Tak mana bu chekkaga yashirib qo'ysa bo'ladi. Masalan, shu yerda odamlar unchalik e'tibor qaratmasligi mumkin odamga. Juda ham yaxshi. Shu yerga yashirib qo'ysa normal bo'ladi. Qani sekin va все. Endi buni atrofini yashirib qo'yishimiz kerak. Qanaqa qilib yashiraman axir buni? Bola, bizda axir barg yo'q, tushunarsan, barg. Mana bola, kelinglar shuni, davay bo'lish shuni. Mana bu nima bilan yashiramiz? Yer blok bilan. Sababi hamma yoq yer blok ko'p tarafi. Shuning uchun yer blokga yashirib qo'ysa, buni prosta tak bilik deb bo'lishadi va buni ichidagi mashinani borligini hech kim bilmaydi. Lekin buni nima uchun yashiraman bilmadim, lekin bu cho'ta bitta o'g'riga o'xshayapti bola. Menimcha bu mashinani o'g'irlab kelgan bitta odamga o'xshayapti. Bola, mana bu tarafini olmasagan bo'lardi, hamayli bola. Bu yerga barib e'tibor bermaydi, sabab mana bu yerda unchalik politsiya yo'q bu qishloqda. Bilishmaydi bu yerda qanaqa hamma yerda qanaqa joylik borligini, qanaqa beklik borligini bu yerda hech kim bilmaydi. Uni qolsa, lekin bu juda ham uyqum kelyapti. Tezroq yashab tashlasa uxlardim. Yana so'ppini qilib atrofni o'rab qo'yamiz buni. Hoppa. Voy, palakat tur yo'qol o'zi asabni tarang. Unaqa bo'lsa mana uni olib tashlaymiz-da. Tak endi yo'q, stop. Bularni ozgina narsani o'chirib qo'yaylik. Tak endi mana uni o'chirib qo'yamiz sababi. Tak stop. Hozirgina svet yondimi buni? Stop bo'la. Qana yana qozayinchi? Stop bo'la, hozirgina buni svet yondi. Bola, svet tushar ekan, lekin unchalik ham emas u, hamayli hozir svetni o'chirib qo'yaylik buni. Oppani qilamiz va svetni o'chirib qo'yamiz va все, normal. Va pavorotnikni o'chiramiz. Sababi pavorotnikni bilasizlar, ovoz chiqadi va ovozdan topib olishlari mumkin bu mashina qayerlardan. Shuning uchun bizga bunaqa muammolar kerak emas. Oppani qilib atrofni o'rab qo'yamiz va все. Menimcha bu qishloqni ertaga politsiya bossa kerak, sababi buni o'g'irlab kelgan aniq. Bu o'g'riga o'xshab bo'ladi cho'ta, sababi o'zi gaplaridan bilindi, cho'ta bilmayman, bir normal gaplashar ekan. Mayli, nima ham qiladik? Tirik qolish uchun bu narsani qilishim kerak bo'laganda, hozirgada buni aytganini qilmasam, bu ot tashlashim mumkin agarda qamalgan taqdirda bu umrbodlik qamaladi. Lekin bola, o'g'irlik uchun umrbodlik qamoq degan narsani eshitmaganman. Mayli, bo'ladi, menimcha shu buni qilib yashirib qo'ysam bo'ladi va uyga borib endi dam olishim kerak. Prosta borib uxlamay uyga borib, menimcha umuman sezilmayapti. Ertagacha bar bu yer blokga qotib qoladi, ya'ni mana bunaqa yoshil blokka aylanadi o'zidan-o'zi. Bo'ldi. Undan keyin hech kim sezmaydi buni. Endi ichkariga kirib, yo'taman tushunarsan. Shunday maza qilib uxlayotgandim o'zi. Bugun juda ham charchagan bo'lsam, mayli, hozir endi mana uni solib qo'yamiz va mana bu yotib shirin uyquga yotamiz. Voy, yangi kun boshlandi.
buncha politsiya nima balo bu? Akachi, vachuchiga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan. Mana bu chiroq yonib qopti ukacha. Vachuchiga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana mana shu Krif. Mana yana videoga xush kelibsizlar bo'ladi. Albatta video ko'rishlardan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna tugmasini bosinglar nima bo'lib dastlami? Yana ikkita uchta kanal chiqadi o'shalarni hammasiga obuna bo'lishinglar. Xullas bo'ladi, hozir men bilasizlar kechagi ishlarni do'st bola uyqudan chiqdim, endi nima bo'ladi bilasizlarmi? Axir men uni moshinaga nima bo'ladi bilasizlarmi? Men axir unga bormoq izlarim tegan agarda topiladigan bo'lsa, meni ham aniq qimmat yoshlarni aniq bola jinsin hamma yoqni o'zi politsiya bosib ketgan bola. Mana endi nima ham qilardik hozir? Borib просто так bizda bilmaymiz deyishmani, pozimdagi ishlarni qilib kelishim kerak. Tegana qilsa olamiz va o'zimizda bosib olamiz. Endi esa boramiz deb hozir so'rab ko'ramiz nima bo'layotganini. Assalomu alaykum bratanlar. Va alaykum assalom brat, yaxshimisiz? Yaxshi. Assalomu alaykum bratan, xormayli. Barib oling. Bratan, assalomu alaykum. Va alaykum assalom bratan, yaxshimisiz? Yaxshi o'zi qoli. Yaxshi-da. Xullas kelam bizani qishloqqa qo'sh qanaqsan bo'lishida nima bo'lyapti o'zi? Xullas kelam bizani qishloqlarda bitta ham juda ham qimmatbaho mashina bor. Mashina tushunmadim. Bizani qishloqda hech qanaqa qimmatbaho mashina yo'q. To'g'ri, siz shunaqa deyishingiz mumkin, lekin u mashinani kecha millionerdan o'g'irlangan va u mashinani shu yerga olib kelishgan va biz uni topishimiz kerak. Tushunarli. Chota siz nito ko'ryapsiz ko'zga? Qanaqasi nito ko'rindimi? Bilmadim, ko'zingiz chota o'zingizga bosilmayotgandek bo'lyapti. Yo'q, men hech qanaqasi просто tak tuni bilan uxlamagandim. Tuni bilan uxlamaganingiz, buni ham yozib qo'yamiz. Nimaga yozyapsiz? Kerak bo'lib qoladi. Tushunarli. Sababi bu voqea kecha tunda bo'lgan. Mayli bratan, topinglar, xormaylar. Rahmat. Hozir bilan boramiz endi ishlarimizni qilib olamiz. Sal o'ziroqqa boraylik. Voy, barakat. Qarab turishdi hali ham. Voy, barakat bo'lib ko'ryapsizmi? Kref, eshitdingmi? Da, eshitdim. Mana eshitdim, men qarab eshitmayotgan. Xo'sh, nima ekan? Xullas bugun bu yerda tug'ilgan kuni. Yerda tug'ilgan kuni? Da? Juda ham yaxshi. Xo'p, bola, men bilmagandim. Aytdingiz, rostdan ham bola bugun bu yerning tug'ilgan kuni. Albatta sizlar bola kommentariyaga yozib, "Mer tug'ilgan kuning bilan" deb yozib qoldiringlar. Balki ma'rifat qilar o'zlari. Mayli, unda qolsa u yog'ini bilmayman bola. Xizmat просто ishimni qilishim kerak xolos. Boshqa hech nimaga e'tibor qaratishim kerak emas bola. Unda qolsa, mana bilan ham yaxshi toza bo'lamiz. Undan keyin bola to'g'risi juda ham qo'rqyapman. Agarda meni qamalib ketadigan bo'lsam nima bo'ladi bilasizlarmi? Sababi bo'laman qamoqda o'tirib chiqish niyatim yo'q. Sababi endi ishlarim yurishyapti bola. Voy palakat. Karat, nega qamalasan? Просто yo'q bola. Voy palakat, shu qishloqlar ham shu pozimni yonida turishlar juda ham yoqmaydi. Hozir bola mana bu yoq hammasini yaxshilab tozalab olib, merga olib beramiz. Undan keyin bola всё. Nima qilamiz bilasizlarmi? Bilmayman bola. To'g'risini aytsam, juda ham qo'rqyapman bola. Agarda men qamalib ketadigan bo'lsam, bola aniq sizlar mansiz qolasizlar va shunaqa zo'r videolar chiqmay qoladi. Nima qolsa, mana buni ham hammasini yaxshilab bekib olamiz. Tak oppana. Voy palakat, shuni shu yerda qolib ketmagandir. Mayli bola, uni hozir o'zim bosib olishim kerak. To'g'risi video ham sizlar uchun qiziqarli bo'lmayapti. Sababi men gaplarimni juda ham qo'rqib gapiryapman. Bo'ldi bola, всё. Haganisa merning yoniga borib, bularni topshirib kelamiz. Mer, assalomu alaykum. Politsiya, assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, kirib yaxshimisan? Yaxshi o'zi qilay. Yaxshi-da. Mana bu narsani olib kelgandim. Solib qo'yaver. Allaqachon bizlarning oldin olib kelibdilar. Eshitdingmi nima bo'layotganini? Da, eshitdim. Undan oldin sizga bitta aytadigan gapim bor. Birinchi marta sen aytyapsan. Tug'ilgan kuningiz bilan men. Voy, politsiya qanaqa balki men. Rahmat. Arzimaydi. Xullas, bizning qishloqda o'zi nima bo'lyapti? Xullas, mashina yo'qolibdi. Mashina, qanaqa mashina ekan? Vaz, nima so'radi? Tuningiga $400,000 ketgan, tuningga shunaqa vaz, to'g'rimi? To'g'ri bratan. Tuningga $400,000. Palakat. Assalomu alaykum bratanlar. Va alaykum assalom. Bormi? Bor bo'ling, ishlaringizga omad. Qanaqa omad bo'lmasin. Agarda meni mashina topiladigan bo'lsa, meni barmoq izlarim bor, meni qamat bo'lishlarim mumkin bo'la. Sot bo'la, nima qilaman endi bo'la? Mayli bo'la. Hozir undan oldin ozgina o'zini bosib olib, agarda mashina topiladigan bo'lsa, bo'la, stop. Menimcha u mashinani bo'la, men bir yerga borib tiqishim kerak, bir yerga borib buzamanmi bilmadim bo'la. Soti bir yerga borib tiqishim kerak. Bo'la, shunaqa idea qilaman hozir. O'z boranzada bo'la mashinani uzoq olib ketamiz. Undan keyin
endi qamallaymiz. Hozir boramiz bilatanlar. Assalomu alaykum. Bola sekin hech kim ko'rmasligi kerak bizani. Tak u hammani ko'rmadi, qaranglar, hammasini ko'zimanda. Meni aniq ko'rishmaydi bu yerdan. Sababi mana shuncha daraxtlar bor, ko'rishmaydi aniq. Manimcha bola ko'rmaydi hech kim, stop bola. Endi mana buni oldidan ochamiz-da, prosta bola mashinani olib qochamiz. Prosta uzoq-uzoqlarga. Bilmadim bu mashinani biriga avariya qilaman, buzamanmi, yo'q uraman bilmadim. Sababi agarda meni qamab ketadigan bo'lsam, bo'layotganda qamash niyatim yo'q, shuning uchun bola alenyapti. Turya qonlaringga endi siz bularni olib qo'chamiz. Prosta qoch. Nimaga yurmayapti bu endi palakat. Voy bola, stop, bu mashina yurmay qoldi bola. Voy, stop bola, stop. Bu yurmay qoldi mashina endi unaqa emas. Biratan iltimos yura qol. Bo'lmamcha endi yursa kerak. Bola mashina yurmay qoldi, nima qilamiz endi? Voy palakat, nima bo'lyapti menga? Voy bitta eshik ochish yopishni ham unutib qo'yganman. Juda ham yaxshi. Endi bola prosta mana bu taraflardan sekin bola haydashni boshlaymiz va qochdik bola prosta va bola qoch. Bo'ldi, shu yerga tiqib ketamiz bo'ldi. Endi siz qishloqqa qaytdik bola. Menimcha hech kim topolmasa kerak, prosta o'zi ketaveradi. Qaranglar. Mayli bola, endi bu mashinani biz ko'rmadik, xullas, normal. Endi uyga borib o'zgina damni olmasam bo'lmaydi. Hech kim ko'rmadi menimcha. Juda ham yaxshi bo'ldi, juda ham yaxshi. Endi boraman-da bola, uyga borib o'zgina damni olaman. Tabi uxlab qo'ygancha bola, politsiyalar ham ketsa kerak. Mana brat qattiga stop, buni mag'mi gapirishyaptimi? Bratanlar, yaxshimisizlar? Brat qatdan keldingiz? Mana daraxt chopib kelgandim. Daraxtni ko'rstingchi? Nimaga masala ko'rsish uchun dolji emasmi? Sota shubha. Yo'q, shubha emas, mana daraxt. Daraxt emas bu. Mana daraxt, mana qarang, mana daraxt. Bu loyi stop ko'rmayapti. Mana daraxt ko'rdingizmi? Ko'rmayapti deyapman, menga o'yin qilmang. Bo'ldim, daraxt qo'yash bo'lib. Bo'lmamsa ishonchda ichga kiraman, bo'lib yotaman uyda bola. Shuncha shubha qilishdi mendan, lekin bitta ham tutilmadim, normallik bo'ldi. Endi ichkari kirib video olib o'tiray, undan ko'ra balkim o'zimni bosarman, lekin bo'la qo'rqib turib video ololmayman. Mayli, balkonga chiqib undan ko'ra choyimni ichib o'tiraman o'zim. Choy ichib o'tirsam hamcha, o'zim bosib kerak. Endi choyimni olamiz-da, va parat oldinda qo'ysanchi, shunaqa Minecraftning baglari yo'qmi deb bola. O'tiramiz-da. Qora choyni ichib o'tiramiz. Voy, bu ham sovib qopti, hozir isitib kelay buni.